Yurtdoshlar, yaxshimisizlar, sog'misizlar? Mana sizlarga men umid bilan chiqyapman. Mana shu qizim Oltinoy. Mana 4 ta farzandi bor. Bularni yo'qotishni xohlamayman men ham. Izidan qolmasin. Iltimos sizlardan, yurtdoshlar, azizlarimiz, Allohni suygan bandalari, mo'min musulmonmiz hammamiz. Avvalo Allohimdan umid qilib turibman. Mana sizlarni internetlarga ko'rib sizlarga chiqyapmiz. Shu go'daklarni haqqi hurmatda mana shu qizim sog'ayib ketsin. Boquvchisi yo'q, boquvchisini mana virus kasaldan yo'qotuvdi. Mana shunday palajinaga, og'ir palajinaga kelib qoldik. İnternetlerden biz ko'rib, men internetda ochib, o'qib ko'rib, mana sizlar mana shu mo'min musulmon bandalarimizga yordam qilayotganlaringizni ko'rib, sizlarga